Lekşemizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Endiki mavzumundak. Mavzudun burun bugünkü ıslahı 2020. Birinci yıl 2. ayının 12. günü hepteki cüme. Angliya veziri Cungo Şinjan'da müstemlike Uyguristan'da Irak yoktu için ait ötközdi. Degen sözdagi qarşı turdu. Parlament yana avaz okuyup yol qo'yishga yetakchilik qilmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 2. ayının 8. günü Dugit betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Vazir Boris Johnson Cungo Şinjan'da Irak yo'qotish jinoyati o'tkazdigan qarorga qarshi turib, aloqador qonun loyihasini rad qilgandan keyin Angliya Konservativlar Partiyasi Tuvan palata a'zolari hokimiyat sirtidagi bir qism Ishchilar Partiyasi va Demokratlar Partiyasining a'zolari bilan birlashib 2. ayning 9. kuni yana qaytadan fikr qildi. Bir qatam inkor qilishga uchragandan keyin Angliya parlament Tuvan palata a'zolari 2. ayning 9. kuni bir parcha Yevropa İttifaqıdan ayrılıp chiqqandan keyingi savdo qonuniga tuzatish kirgizish qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Parlament yuqori palata 2020-yilning oxirida tuzatish kirgizish loyihasiga Iroq yo'qotish harakati to'g'risida bir modda kirgizib, bu loyiha oxiri ma'qullikdan o'tgan edi. Bu qonun moddasida Angliya yuqori darajalik adliyasi, moliya davlati ma'lum davlatda Iroq yo'qotish harakati mavjudmi yo'q? Bu masala Angliya bilan boshqa davlatlar savdo kelishimi imzolaganda tayin edigan asos qilish to'g'risida huquq bergan. Lekin qonun loyihasida obyekt yoki nishon ochiq ko'rsatilmagan. Lekin yakshanbalik Times gazeti Angliyada nashr qilinadigan gazetni o'z ichiga olgan nurg'unlagan Angliya matbuoti bunday hisobladi. Bu harakat bevosita Jungoning Xinjiang siyosatiga qartilgan. Bevosita Jungoning Uyg'uriston siyosatiga qartilgan. Hokimiyat boshidagi partiyaning sodiq rahbari Liam Duncan Smith vakilligidagi Konservativlar Partiyasining bir qism Tuvan palata a'zolari, hokimiyat sirtidagi Ishchilar Partiyasi va Demokratlar Partiyasi a'zolari birlashib qonun loyihasini qayta ovozga qo'ydigan bo'ldi. Angliya qayta ovoz qo'ydigan bo'ldi. Angliya Mustaqillik gazeti bunday ko'rsatdi. Bilet tashlab ovoz qo'yishdan avval bu parlament a'zolari Boris Johnsonning, ya'ni vazir Boris Johnsonning yo'l qo'yishiga haydakchilik qildi. Konservativlar Partiyasining a'zosi Bob Blackman bunday ko'rsatdi. Natsistlar qirg'inchiligi abadiy takrorlanmaydi degan bir paytda o'xshashda Angliya 7 davlat guruhining navbatdagi raisligini bajarishdan avval Angliya yer shari rahbarlik kuchini oshkorlaydigan daqiqalardir. Demak, bu daqiqalarda Angliya yer shariga rahbarlik qilish kuchini oshkorlaydigan daqiqalardir. Hozirgi Yevropada Angliyada Jungoga texmi dushmanlik qiladigan ya dushmanlik bilan qaraydigan ikkinchi davlatni izlab topqilib olmaydi. Hozirgi Yevropada Angliyada Jungoga texmi dushmanlik bilan qaraydigan ikkinchi bir davlatni izlab topqilib olmaydi. Rossiya ko'zqarash gazeti bunday ko'rsatdi. Angliyaliklar qaraganda Jungoni aktiv cheklash siyosiy qo'llanishga bak uzab ketgandek ko'rinadi.
Cüngoni aktif çekleş siyasetini kollanışta bek uzap ketkendek görünüdü. Angliya hükümeti 2021 yılının ahırgıça universal bağlaşını cümleden diplomatiya, terakkiyat ve devlet müdafiə siyaseti ki mühim noktalar boyunca hem de Cüngoni'nin təminləş liniyelerine tayinip keliş boyunca mükemmel bağlaşını tamamlaydı. Angliya küçük kaptı bundak bağlaşını. Mesela 2021 yılının yılı ahırgıcısı 2021 yılının ahırgıcı universal bağlaşını küçük kaptı da hesapta bu ne mi deyimiz hem de vatandaş